Bugun siz bilan o va o predloglari haqida gaplashamiz. Bu predloglar ham предложный падежning predloglari. Biz Prep o'z jamoasi bilan bepul darslarni suratga olishni boshlaganmiz va ularni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. O'tgan darsda biz siz bilan где so'rog'ini ko'rib chiqqandik, ya'ni qayerda so'rog'iga to'g'ri javob berishni o'rgangan edik. Bugun esa siz bilan о ком, kim haqida va о чем nima haqida so'roqlarga javob berishni o'rganamiz. Agar предложный падеж joy haqida so'rayotgan bo'lsa, biz где so'rog'ini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz qayerda deb so'ramoqchi bo'lsangiz, где qanaqadir voqea, hodisa, ish harakati qayerda sodir bo'layotganini bilish uchun biz где qayerda so'rog'idan foydalanamiz. Temu разговора agar biz suhbatning mavzusini bilishni xohlasak, о ком kim haqida, о чем nima haqida so'roqlardan foydalanamiz. Endi esa predloglarimiz bilan tanishamiz. Agar sizga о ком kim haqida yoki о чем nima haqida so'roqlardan foydalanib savol berishadigan bo'lsa, siz 3 ta predlogdan foydalanishingiz kerak. Bu o, об или ово. Uchala predlog ham haqida degan ma'noni beradi. Misol uchun о маме, ona haqida, о друге, do'st haqida. Endi esa bu predloglarning farqi nimada, qachon qaysi biridan foydalanishimiz kerak, shular haqida gaplashamiz. E'tibor beramiz. O predlogi faqat undosh harfdan va 4 ta unli harfdan oldin ishlatilar ekan. Agar so'zimizni birinchi harfi undosh harf bo'lsa yoki ye, yo, yu yoki ya harfidan boshlansa, biz o predlogini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Misollarga qaraymiz. O mame. A mame oxiriga ye qo'shdik, ona haqida. A domi uy haqida. A sestre opa haqida. O yozamiz, a talaffuz qilamiz. A mame ona haqida, a domi uy haqida, a sestre opa haqida. E'tibor qiladigan bo'lsak, mama, dom va sestra so'zlari undosh harfdan boshlanyapti. Shuning uchun biz o predlogidan foydalandik. Keyingi predlogimiz bu об predlogi. Перед гласной буквой o predlogi unli harfdan oldin ishlatilar ekan. Qaysi unli harflar? U, a, o, e, i harfini ko'rsak, ulardan oldin o predlogdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. O esa ko'p ishlatilmaydi. Qachon ishlatilishini men misollar tarzida yozganman. Обо мне, men haqimda, обо всем, hamma narsa haqida, обо всех, hamma haqida, обо двоих, ikkalasi haqida, обо многом, ko'p narsa haqida. Faqat shu holatlardagina biz obo predlogini uchratishimiz va ishlatishimiz kerak bo'ladi. Qolgan vaziyatlarda esa so'zni birinchi harfiga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Endi esa bu predloglar va bu savollar qaysi fe'llar bilan keladi, shu haqida gaplashamiz. Misol uchun думать. Думать o'ylamoq va siz nimadir haqida yoki kimdir haqida o'ylayotganingizda albatta bu predloglardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Следующий gлагол, keyingi fe'limiz bu спрашивать. So'ramoq fe'li, siz kimdir haqida so'rashingiz mumkin yoki nimadir haqida savol berishingiz mumkin. Keyingisi bu вспоминать. Bu eslamoq, nimanidir eslamoq, xotirlamoq. Siz kimnidir eslashingiz mumkin yoki nimanidir eslab o'tirishingiz mumkin. Bu yerda ham albatta bu fe'llardan foydalanganimizda gapni ma'nosiga qarab o yoki o predlogidan foydalanamiz. Говорить, gapirmoq, siz kimdir haqida yoki nimadir haqida gapirishingiz mumkin. Писать, nimadir haqida yozayotgan bo'lsangiz, bu fe'l bilan ham albatta o yoki o predlogini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Спорить, bu bahslashmoq, biz nimadir haqida yoki kimdir haqida bahslashishimiz mumkin. Разговаривать, bu gaplashmoq, читать, o'qimoq, mечтать, orzu qilmoq. Misol uchun siz nimadir haqida yoki kimdir haqida orzu qilishingiz mumkin. Рассказывать esa hikoya qilmoq. Siz nimadir haqida yoki kimdir haqida hikoya qilib berishingiz mumkin. Ko'pincha bu fe'llar bilan biz gap tuzganimizda albatta haqida degan ma'noga gapimiz ega bo'ladi va shuning uchun biz o, ob yoki obo predloglardan bu gaplarda foydalanishimiz kerak bo'ladi. Eslab qoling, so'zni birinchi harfiga qarab o, ob yoki obo predlogidan foydalanamiz va so'zni oxiriga ye harfi qo'shiladi. Misol uchun mama bu ona bo'lsa, o mami bu ona haqida. Dom uy bo'lsa, a domi uy haqida. Oxiriga ye harfini qo'shdik. Hozir esa savollar va javoblarni ko'rib chiqamiz. Siz esa e'tiboringizni predloglarga qaratishingizni so'rayman. О ком вы думаете? Kim haqida o'ylayapsiz? О ком вы думаете? Я думаю о друге. Men do'st haqida o'ylayapman. О друге, do'st haqida. О чем говорят студенты? Talabalar nima haqida gaplashyapti? Студенты говорят об экзамене. Studentlar imtihon haqida gaplashyapti. О чем рассказывал преподаватель? Преподаватель
bu o'qituvchi faqat maktabda emas, universitet, institutda ishlaydigan o'qituvchi. О чем рассказывал преподаватель? O'qituvchi nima haqida hikoya qilgan edi? Преподаватель рассказывал об экзамене. O'qituvchi imtihon haqida hikoya qilgan edi. О ком спрашивал профессор? Professor kim haqida so'ragan edi? So'ragan edi yoki so'ragan. Professor спрашивал об Ахмеде. Professor Ahmed haqida so'ragan edi. О чем пишут студенты домой? Talabalar uyga nima haqida yozishadi? О чем пишут студенты домой? Студенты пишут домой о Киеве. Talabalar uyga Kiyev haqida yozishar ekan. Kiyev bu shahar nomi. О чем ты любишь читать? Nima haqida o'qishni yaxshi ko'rasan? О чем ты любишь читать? Я люблю читать об экономике. Men ekonomika, iqtisodiyot haqida o'qishni yaxshi ko'raman. О чем мечтает Андрей? Андрей nima haqida orzu qilyapti? Андрей мечтает о машине. Андрей mashina haqida orzu qilyapti. Hozir esa videoni to'xtatishingiz va bir necha marta bu savollarni va javoblarni o'qishingiz mumkin. Umid qilaman, siz albatta barcha predloglarga va otni birinchi harfiga e'tibor qaratdingiz. Adruge do'st haqida D harfi bo'lganligi uchun O predlogidan foydalandik. Ab ekzameni O predlogidan foydalandik, chunki ekzamen so'zi E harfidan boshlanadi. Endi esa biz kishilik olmoshlariga haqida degan ma'noni beramiz. Ya'ni men bo'ladigan bo'lsa, men haqimda, sen bo'ladigan bo'lsa, sen haqingda deyishni sizlar bilan o'rganamiz. Личное местоимение bu kishilik olmoshlari. Ya bu men haqimda обо мне. Ты bu sen haqingda bu о тебе. On bu u, o'g'il bola, u haqida о нем. Ana u, qiz bola, u haqida о ней. Мы bu biz haqimizda о нас. Вы bu siz haqingizda о вас. Они bu ular haqida о них. Endi esa yana bir marta o'qiyman, siz talaffuzga e'tibor bering, undan keyin o'zingiz ham bir necha marta takrorlang. Обо мне, о тебе, о нем, о ней, о нас, о вас, о них. Barakalla, darsimizni davom ettiramiz. Endi esa bizning olmoshlarimiz yordamida misollarni ko'rib chiqamiz. О ком ты рассказываешь? Kim haqida gapiryapsan? Kim haqida hikoya qilyapsan? Я рассказываю о нас. Men biz haqimizda hikoya qilyapman. Biz haqimizda gapiryapman. О ком всегда думает мама? Ona har doim kim haqida o'ylaydi? О ком всегда думает мама? Mama всегда думает обо мне. Ona har doim men haqimda o'ylaydi. О ком спрашивал директор? Директор kim haqida so'radi? О ком спрашивал директор? Директор спрашивал о вас. Директор siz haqingizda so'radi. О ком говорит Виктор? О ком говорит Виктор? Виктор kim haqida gapiryapti? Виктор говорит о ней. Виктор u haqida gapiryapti. О ком вспоминает Мария? Мария kim haqida eslayapti? Мария вспоминает о нем. Mariya u haqida eslayapti, xotirlayapti, uni eslab o'tirgan bo'lishi mumkin. Vспоминать bu esingizdan chiqqan narsani yodingizga solish, ya'ni eslashga harakat qilish yoki bo'lmasam o'tgan bironta voqea hodisani xotirlash, eslab o'tiribdi. Vспоминать fe'li. Bugun siz bilan o va o predloglari haqida gaplashdik va bu predloglarni yana bir marta takrorlaymiz. Otni boshidagi birinchi harfiga qarab ishlatamiz va bu predloglar haqida degan ma'noni beradi. O kom kim haqida va o чем nima haqida so'rovlariga javob beradi. Agar bu mavzu sizga qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bu haqida fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar siz rus tilini bundanda chuqurroq hamda malakali o'qituvchilar bilan o'rganishni xohlasangiz, PrepUz'da onlayn kurslar bor. Bu kurslarni ham darslarini men o'tganman. Bemalol ularga a'zo bo'lib, rus tilini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Kursga ro'yxatdan o'tish uchun esa biz videosida havola qoldirdik. Havola orqali ro'yxatdan o'ting va bizning o'quvchimizga aylaning.